Men juda bir yaxshi o'quvda o'qirdim deydi. Va o'qiganlarning ichida ham oliy ma'lumotli bo'lib, yaxshi bir diplomni qo'lga kiritib oldim deydi. Otam deydi, bir menga e'tibor berar deydi. Ruchkam ikkita bo'lib qolsa, "Oy bolam, bittasini ruchkangni, mana ruchkasi yo'q odamga berib qo'ygin. Agar yaxshiroq ko'ylak kiyib olsam deydi, bolam, sen oddiyroq kiyinavergin. Otasi yo'qlar ko'rsa, qalbi sinmasin. Meni ham otam bo'lganda shunaqa ko'ylak olib berardi deb dili vayron bo'lmasin, oddiyroq kiyin dedi deydi. Oshxonani chirog'i yoqilib qolsa deydi, bolam chiroqni o'chirib qo'y, isrof bo'ladi derdi. Darsxonada o'tirib chiroqni yoqib uxlab qolsam, kirib chiroqni o'chirib, bolam chiroqni o'chirib keyin uxlagin derdi. Endi bu gaplardan shunday malollanib borib oxiri deydi otamdan bezib qoldim deydi. Shu gapirsa g'ashim kelaveradi deydi. O'qishga ketyapti otamdan 50 so'm, 100 so'm so'rasam ovqatga, bolam pulni ayamayman, qizg'onmayman, lekin uyda yesang baraka bo'ladi uyda. Ko'chadagi ovqat xalqi meni buzib qo'yadi. Uyga kelsang birga ovqatlanamiz deb pul bermasa deydi, g'ashim keladi deydi. Hatto oxiri deydi, shu qachon o'larkin deb qoldim deydi. O'qishni tamomladim deydi. Oliy ma'lumotli bo'lib, qo'limga diplomni olib uyda o'tiribman deydi. Biron joyga ishga kirish xohishidaman deydi. Bu istagimni sezib qoldida otam deydi, bir yaxshi joylarni, ish joylarini deydi, manzillarni menga olib keldida deydi. Bolam, mana shu joylarga deydi, rezyume topshirgan. Zora ajab emas, o'sha joylardan biriga kirib qolsang deydi. Keyin bir yaxshi deydi, bir ishxona bor ekan deydi, juda obro'li deydi. Shu yerga deydi, tavakkal qilib yozdim deydi. So'ng menga deydi qo'ng'iroq bo'ldida, siz bilan deydi beseda qilamiz, muloqot yurgizamiz, falon kuni falon soatga keling dedi deydi. Endi men o'sha kunni kutyapman, mushtoq bo'lib, otam qarib qolgan to'shakka yotib qoldi deydi. Doktorlar ham keladi deydi, domlalar ham keladi, dam soladi, Qur'on o'qiydi deydi. Keyin deydi men malollanib turibman deydi, otam oldiga sekin kirdim deydi. Yotibdi, meni ko'rib quvonib ketdi, so'yinib ketdi deydi. Qo'limdan mahkam ushlab turib, bolam chiroqni o'chirib, aynini ochib qo'ygan, mana Allohning nuri kirib tursin, shuni yorig'i kirib tursa bo'ladi deb aytdi deydi. Uf, yana gapiryapti deb deydi, borib chiroqni o'chirib, pardani ochib qo'ydim deydi. Va deydi, bolam, haligi ishlaring nima bo'ldi deb so'radi deydi. Men aytdim, ha falon bir joyga falon kunga keling dedi, o'sha yerni kutib turibman desam, oxirgi nasihatim bolam, qayerda chachilib turgan narsani ko'rsang yig'ishtirib qo'y. Buzilib ketgan narsani ko'rsang tuzlab qo'y, tuzatib qo'y. Bir evirsib turgan narsani ko'rsang shuni saranjonlab tartibga keltirib qo'y. O'zingga yaxshi bo'ladi dedi. Yana g'ashim keldi deydi. Yana g'ashim keldi deydi. Otam shu yotibdi endi deydi, og'ir to'shakda deydi. Kunlar o'tdi, keyin hali aytilgan kun soati yetib kelib deydi, haligi joyga bordim deydi. Endi deydi juda bir mashhur deydi. Mashhur bir korxona deydi. Ancha-muncha odam kira olmasib deydi. Qarasam eshigini bo'lti bo'shab qolibdi deydi. Endi dedim deydi, men boshqa joyga kelib olmadimmi? Shunday obro'lik deydi, ishxonani eshigini bo'lti bo'shab qoladimi deb deydi, haligini qatirib qo'ydim deydi. Shundoq kirsam deydi, musul faqir og'anab yotib, ichidagi qog'ozlar chachilib yotibdi deydi. Otamning nasihati esim keldi, bo'pti, endi shuni qilib qo'y deb turg'izib, musullarni qayta halinchiga solib qo'ydim deydi. Keyin deydi, qarasam, aynaklar ochiq deydi, chiroqlar yoqib turibdi, chiroqlarni o'chirdim deydi. Eshiklar ochiq yotibdi, eshiklarni yopib qo'ydim deydi. Sekin kirsam deydi, menga o'xshagan deydi bir 10-15 ta o'sha rezyume topshirganlar o'tiribdi ekan deydi, hammasi bilan o'tirib deydi, bir chekadan hammasidan deydi muloqot qildi deydi, fikr almashilgandan keyin deydi. Menga navbat yetib keldi deydi, yig'ilish tugadi deydi, turib chiqib ketdik deydi. Obbo dedi, menga dedi bir savol ham bergan yo'q, mendan hech narsa so'ramadi, endi meni olmabdi-da deb sekin eshikka chiqib ketyapsan. Siz o'tirib turing dedi deydi. Ya deb o'tirdim deydi. Hamma chiqib ketdi deydi. Ishxonaning rahbari menga qarab deydi. Biz deydi, bu mas'uliyatli ishga tadbirkor, tejamkor, e'tiborlik, ziyrak, tarbiya ko'rgan, o'zini ishini ustasi bo'lgan bir ishchini izlab yurdik. Hamma yoqqa kamera qo'yib qo'yganmiz. Bironta kelgan, bugun shu kelgan ishlayman degan ishga talab qilib kelganlarning birontasi deydi, e'tibor bermadi. Siz deydi eshiklarni tuzatib, musullarni bir chekalab, eshiklarni yopib, chiroqlarni o'chirib, shunaqa bir chiroyli holatda kirdingiz, siz ishga qabul qilindingiz dedi deydi.
haligi joyda otamning gapini eslab alhamdulillah deb shosha pisha endi borib shu xursandchilikni otamga yetkazib qo'yay, qachondan kelsam bo'ladi, falon kundan keling deb yurib deydi, uyga chopib kelyapman deydi, bir 50 metr qoldi deydi, shundoq qarasam darvozamiz ochiq deydi, 5-10 ta odam to'planib qolgan deydi. Kirsam chiroqni o'chirib olam, eshikni yopib yurib olam, musullarni yig'ishtirib yurib olam degan otam o'tib ketgan ekan. Afsus, yangi ishga joylashganini ayta olmadim.